Ingliz tili o'rganishni boshlayman deb necha marta o'zingizga va'da berdingiz? Bir marta, ikki marta yoki nechtaligi esingizdan ham chiqib ketdimi? Ko'pchilik ingliz tilini o'rganishni boshlamoqchi, lekin har doim ularni nimadir to'xtatib turadi. Bugun kech bo'ldi, ertadan boshlayman. Sal keyinroq o'rgansam ham bo'laveradi. Endi vaqt yo'q-da, vaqt topilganda o'rganaman. Tayyor bo'lganda mana boshlayman deb qanaqadir bir sabablar qo'yib olgan bo'ladi-da oldiga. Lekin mana shu bo'ldi. Tayyorman, ingliz tilini o'rganishni boshlasam bo'ladi degan holatga hali beri chiqa olmayapsizmi? Ingliz tili o'rganishdan sizni nima to'xtatyapti? Vaqtim yo'q-dek, pul yo'q, yoshim ham bitta joyga borib qoldi, xotiram chatoqda. Ingliz tili menga emas, qobiliyatim yo'q. Lekinchi rostini aytaylik, vaqtmi topiladi. Pul deysizmi? Pulni ham kerak bo'lsa topasiz. Yosh ham bahona bo'la olmaydi va bu narsani sal keyinroq isbotlab beraman. Unda asl muammo nimada? Asl muammo esa qo'rquv. Boshlashdan qo'rqish, xato qilishdan qo'rqish va boshlab qo'yganimdan keyin yarim yo'lda tashlab ketsam nima bo'ladi degan har xil bir qo'rquvlar bor-da. Bu qo'rquv tabiiy, hammada bor. Lekin bu qo'rquv sizni to'xtatib qo'yishiga yo'l qo'ymang. Chunki ingliz tilini boshlashdan qo'rqib o'tirgan har bir kun siz o'zingizdan o'g'irlayotgan bir kunda. O'rtoqlar, mana shu joyda yana bitta narsa bor-da. Ko'pchilik mana tayyor bo'lganimdan keyin boshlayman deydi. Lekin siz hech qachon ideal tarzda bir mukammal tayyor bo'lmaysiz. Boshlamagunicha siz tayyor bo'la olmaysiz. Shuni tushuning. Boshlagandan keyin sekin-sekin tayyorgarlik boshlanadi o'z shundoq. Lekin shu yoshim katta bo'lib qoldi-da. Xotira ham chatoq. Ingliz tilini bu yoshda o'rgana olarmikanman? Shu narsalarga qanaqa qaraysiz? Bu o'z rostdan ham bormi? Haqiqatda yosh ta'sir qiladimi? Ingliz tilini yosh katta bo'lganda ham o'rgansa bo'ladimi o'zi? Bu haqida keyingi qismda to'xtalamiz. Necha yoshda o'rganish kerak va qachon kech bo'ladi? Ko'pchilik shu yoshlikda o'rganib qo'ysam bo'lardi deydi. Ha, yoshlikda o'rganish yaxshi ham oson. Chunki yoshlikda o'rganish toshga o'yilgan naqshdir kabi deb bejiz aytishmagan-ku. Lekin bu degani yosh katta bo'lib qoldi, endi ingliz tilini o'rgana olmaydi degan bahona ketmaydi. Mabodo o'zbek xalq maqolini noto'g'ri aytib qo'ygan bo'lsam, izohlab yozib qoldilar. O'zi aslida to'g'ri shakl qanaqa bo'lardi? Men esim kelmay qoldi-da endi. Men bo'lish mumkin-ku. Tushundingizku men, to'g'rimi? Men demoqchi bo'lganim. Va biz davom etamiz. Ilm sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Miya umr bo'yi o'rganish qobiliyatini saqlab qoladi. Bu neyroqaychqoqlik deyiladi. Ya'ni miyangiz 40 yoshda ham, 50 yoshda ham yangi til o'rganishga qodir. Lekin yoshning ham muhim roli bor. U ham bo'lsa talaffuzda. Kichik bola agar ingliz tili o'rganadigan bo'lsa, u native speaker kabi bemalol gapirib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Yosh katta insonlarda bo'ladigan bo'lsa, biroz aksent bilan gapiradi-ku, lekin bu muloqotga ta'sir qilmaydi. Ya'ni siz erkin bemalol muloqot qila olasiz, fikringizni yetkazib bera olasiz, nariga odam ham siz, yo'q, okey, tushunarli deb reaksiya qilish mumkin. Ya'ni tushunib ola oladi bemalol. Unda qachon kech bo'ladi? Haqiqatdan ham kech bo'ladigan holat bor. Bilasizmi nima? O'sha o'rganishni to'xtatganingizda, ana boshingiz bir devorga teggan bo'ladi. O'rganishdan to'xtagan paytingizda o'sish ham bo'lmaydi. O'sha payt kech bo'ladi, tushundingizmi? Agar siz necha yosh bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanday sohada bo'lsa ham o'qib o'rganayotgan bo'lsangiz, o'sayotgan bo'lsangiz, ana marra sizniki. Siz yutayotgan bo'lasiz. Yaxshi. Yosh bahona bo'la olmas ekan. Menga ingliz tili hozircha kerak emas. O'rganmay turganim ma'qul. Deydigan odamlar ham bor. U qanchalik to'g'ri? Ularning gapida balkim jon bordir. Nima bo'laysiz? Bu haqida keyingi qismda to'xtalamiz. Qanday holatda boshlamay turganingiz ma'qul? Bilasizmi, o'zi ingliz tilini boshlamay turish ham o'zi to'g'ri qaror, haqiqatda. Masalan, agar siz butun umr ishlaydigan ishingizda ingliz tili kerak bo'lmasa, yokida xorijga chiqib, chet ellarni bir sayohat qilib, chet ellarni bir ko'rib keladigan bo'lib, odamlar bilan bir muloqot qilmasangiz va ingliz tili sizga hech qanday imkoniyatlar eshigini ochmasa, o'rganishdan hech qanday ma'no, mantiq va majburiyat ham yo'q. Lekin haqiqat shuki, bugungi dunyoda ingliz tili deyarli hamma uchun imkoniyat ochadi. Yaxshiroq ish, yuqoriroq maosh, xorijiy bozorlar, yangi bilimlar, bularning barchasi ingliz tili orqali keladi. Mana shu nuqtada siz o'zingizga o'zingiz savol bering. O'zi men ingliz tili o'rgansam, hayotim qanchalik darajada ijobiy tomonga o'zgaradi? Qanaqa imkoniyatlar haqiqatan ham ochiladi deb savol bering. Agar javobingiz ijobiy bo'lmasa yoki
o'zgarish bo'lmaydi. Katta imkoniyatli eshigi ochilmasa ham bo'ladigan bo'lsa, o'rganishga shoshilmang. Undan ko'ra siz agar ingliz tilini o'rgansangiz, o'zi haqiqatdan ham qanaqa imkoniyatlar bo'ladi, qanaqa hayotiy ijobiy tomonga o'zgarishini o'rganing. Nima uchun ingliz tilini o'rganishingiz kerakligini o'rganing birinchi, ingliz tilini o'rgangandan ko'ra. Birinchi uni o'rganib olasizda, ha, demak kerak ekan deysizda, keyin sekin ingliz tilini o'rganishni boshlaysiz. O'zim aytayotgan gaplarni ham tasdiqlab turgandirsiz, hoyna-hoy. Ingliz tilini o'rganmasa, katta imkoniyatlar bo'lmaydi-ku. Hamma ham biladi-ku, unutayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar men fikrimga qo'shilmasangiz, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Shu joyni belgilanda, keyin fikringizni yozing, men ham kirib o'qiyman. Hop, ko'ndirdingiz. Yaxshi. Ingliz tilini o'rganamiz. Lekin qancha vaqt oladi? 3 oymi? 6 oy. Shu haqida keyingi qismda gaplashamiz. Ingliz tilini o'rganish uchun qancha vaqt kerak? Bu savolga ko'pchilik, "Ha, 1-2 oyda o'rganib olaman" deydi. Lekin haqiqat biroz boshqacharoq, achchiqroq bo'lishi ham mumkin. Agar ingliz tili darajasi haqiqatda 0 bo'ladigan bo'lsa, beginnerdan ham past bo'ladigan bo'lsa, yaxshilab o'qisangiz, uysuz ishlasangiz, 1 yillarda IELTSdan 6 darajaga chiqishingiz mumkin. Lekin hozir hamma ham bunaqa 0 emas. Aniqroq aytadigan bo'lsam, mana endi hozirgi paytda hamma ham toza bir 0 darajasida ingliz tili umuman tushunchasi yo'q emas-da. Ozmi ko'pmi bo'lsa ham mana hey, hello, how are you? I'm fine, thank you, and you, thank you, I'm sorry degan qanaqadir takolloq iboralarni, frazani biladi. Telefoningizda sozlamalarda ham katta ehtimol inglizcha so'zlarni ko'rasiz. Ko'chalarda ham katta bannerlarda qo'yib tushgan-ku, to'g'ri? Umumiy bo'lsa ham qanaqadir bir bazaga egasizda. Keling endi shu bazadan kelib chiqib sizga taxminiy raqamlarni aytishga harakat qilaman. Agar siz ingliz tilini mana uyingizda ishlab, kuniga bir 2 soatdan shug'ullangan bo'lsangiz, samaradorligingiz baland bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda emas, 10 oyda ham IELTSdan 6 natijaga chiqishingiz mumkin. Agarchi kuniga 2 soat emas, undan ham ko'proq vaqt sarflab, o'rganayotgan bilimlaringizni amalda ishlatib, ko'proq praktika qilib, har xil testlar bajarib, o'zingizda muntazam ishlab boradigan bo'lsangiz, 10 oyda yoki 1 yilda nafaqat 6 balki undan yuqoriroq natijaga chiqishingiz ham mumkin. Qayerdan boshlash kerak? Bu savol ko'pchilikni to'xtatib qo'yadi. Nimaga deysizmi? Chunki kurslar ko'p, YouTube kanallarida videolar ham bir olam, bundan tashqari har xil ilovalar ham bor. Qaysi biri to'g'ri, nimadan foydalanish kerak o'zi? Shu meni qiynaydigan shu birinchi xato bor-da, shu aytaymi shuni. Mayli, aytmay, shu yana yaram tirnalgandek bo'ladi, aytmay. Bo'pti, qo'ymaysiz. Birinchi xato mana shu hamma resurslardan, hamma manbalardan bittada foydalanishda. YouTube ochadi, videolar ko'radi, o'tiradi, insho yozadi, andan ilovadan so'z yodlaydi, andan hammasini birdaniga boshlaydi. Mana shu narsa noto'g'ri. Eng yaxshi boshlash joyi nima deysizmi? Bitta narsaga e'tiboringizni qarating. Kursmi? O'sha bitta kursga e'tiboringizni qaratib, o'shandan o'rgangan bilimlaringizni amal qilishga harakat qiling. Ilovami? O'sha ilovadan ko'proq foydalaning. Qaysi so'z yana? Yangi so'zlar o'rganyapsizmi? Qaysidir balki lug'atdan foydalanarsiz. O'sha lug'atni qanaqa bir example, misollar tuzilgandir balki gaplarda. O'shalarni hayot tarzingizga bundoq qo'llab, o'rganganlaringizni ishlashga harakat qiling. Lekin shu joyda hamma narsaga asqotadigan, haqiqatda ishlaydigan bitta narsa bor. Yaxshilab eshiting. Qaysi darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar, boshlang'ich darajada bo'ladimi, IELTS bo'ladimi, farqi yo'q. Ko'proq eshitish va amaliyotda shu speaking mahorati eng kerakli, eng zaruriy bo'ladi. Grammatika, so'zlar, har xil iboralar, qonun-qoidalar o'z yo'liga, lekin siz o'sha bilim ko'nikmalarini amaliyotda ishlatmasangiz yoki ko'proq listening qilib, qani o'zi bir native speakerlar nima deyapti, o'zi bu yerda qanchalik o'shani grammatik jihatdan e'tibor berib yoki xato qilmasdan gapiryapti degan narsalarga e'tibor berasiz. U yerda o'sha connected speechlarni ko'rasiz, keyin o'zingizdan speaking qilayotgan paytingiz o'shalarga amal qilishga harakat qilasiz. Ana bu yoq tomonda output boshlanadi, kerak paytda input qilasiz. Yangi so'z o'rganasiz, grammatik qonun-qoidalarni sekin-sekin yo'qga qilib o'rganib, bu yoqda ko'proq e'tibor berasiz-da. O'rgandingizmi? Bo'ldi, endi mana shu narsani amalda ishlashim kerak deysiz. Amalda keyin speaking qilasiz, gap tuzasiz, har xil matnni yozasiz, writing qilasiz. Mana shunaqa qilib ko'proq amaliyotga ham e'tibor bering. Input bilan outputning balansi yo'qolganda ko'pchilikda to'g'risini aytaman-da, mana kimdirlarda 80% input bo'ladi. Faqat ma'lumotni qabul qiladi, reading orqali qiladi, vocab yodlaydi, keyin ham grammatik qonun-qoidalar o'rganadi. Lekin umuman speaking kelganda yoki shu amaliyotda output qilaman desa, yo'q o'sha narsa. Voy output qiling desa, teacher, come on. Keyin sabab qilamiz deganda o'tib ketaveradi. Masalan, men o'zimni o'quvchilarim ishlaydigan bo'lsam, speaking kelganda grammatikasi zo'r, so'zlari ham zo'rda, tako yo'q deb yog'li bir mavzulardan beraman-da, ingliz tilida juicy topiklarni beraman muhokama qilishga, speaking qilishga-da. Teacher, come on, keyin sabab qilaylik, come on.
sekin o'tib ketishga harakat qiladi-da. Gapirishga, o'sha output qilib produce qilishga qiynaladi. Chunki speaking bu production, ishlab chiqarishda siz o'sha bilimlaringizni, yodlayotgan so'zlaringizni hammasini amaliyotda ishlashga harakat qiladi. Miya bo'lsa nima qiladi? Energiyani tejashga harakat qiladi-da. Shuning uchun qo'y, gapirma shuni. Keroqlarsan. Undan ko'ra hamma narsani o'qi, hamma yodla. Bo'ldi, o'shani qilamiz deb comfort zoningizda ushab turaveradi. Eslab qoling, o'shaning uchun ko'proq speaking qiling, listening qiling. Okay? Hozir ich-ichi qalbimni tubidan chiqqan gaplarda umid qilaman yetib bordi. Bo'ldi, tushundim sizni. Boshlash kerak ekan. Lekin nega ko'pchilik boshlab yarim yo'lga bormasdan tashlab ketadi? Buni sababi nima? Va shu haqida keyingi bo'limda gaplashamiz. Ingliz tili o'rganishda eng katta xato. Bilasizmi? Ko'pchilik ingliz tili o'rganishni boshlashda bitta xatoga yo'l qo'yadi. O'z xatolarni sanab olmay adashib ham ketayotgandirsiz. Yana bitta xatolardan biri bu motivatsiyaga to'lgan paytda yorib yuboraman. Bir oyda bidir-bidir qilib sayrashni boshlayman. Natural gapiraman, fluent bo'lib gapiraman deydi. Haqiqatda birinchi haftada zo'r o'qiydi. Borsa ikkinchi haftaga ham turib beradi. Uchinchi haftadan shu ishlar ko'yga ketib qolgandek bo'ladimi? Yoki biroz charchagandek bo'ladi, yoki kayfiyati bo'lmay qoladi. Ma'lum bir sabablar bo'ladi-da, boshqaroq bo'lsa bahonalar bo'ladi-da. Keyin motivatsiya tushadi. Bilasizmi, motivatsiya o'tkinchi, u keladi-yu ketadi. Lekin odat qoladi. Ingliz tili o'rganishda muvaffaqiyatga erishganlar motivatsiya bilan emas, balki odat bilan ishlagan odamlar-da. Shuning uchun eng katta xatolardan bittasi bu sal avvalroq aytganimdek motivatsiyaga suyanib, unga bog'lanib qolish. Motivatsiya bo'lganda o'qiyman deyish. Noto'g'ri. Boshlab olguncha qiyin bo'ladi, boshlagandan keyin esa qanday qilib o'sha vazifani bajarib qo'yganingizni, tugatganingizni bilmay qolasiz. Endi esa hammasi ma'lum, bilishni o'zi kifoya qilmaydi. Bugun, hozir nima qilish kerak? Bu haqida keyingi qismda gaplashamiz. Amaliy qism. Hozir sizga bitta dona vazifa beraman. Uni shu videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin srazu qiling, xo'pmi? Mana shu video izohiga o'zingiz xohlagan inglizcha bitta gap yozing. Agar nima deb yozishni bilmasangiz, nima uchun ingliz tilini o'rganyapsiz yoki nima uchun ingliz tilini o'rganmoqchisiz? Ingliz tilini o'rgansangiz qanaqa ishlar qila olasiz? O'shalar haqida yozsangiz ham bo'ladi. Qanaqa gap bo'lishidan qat'iy nazar yana eslataman, gap yozilsa bo'ldi. Sizni men gaplaringizni ko'rib chiqaman, u mukammal bo'lishi, to'g'ri yozilgan bo'lishi shart emas. Asosiysi siz, mana videoni ko'rdim, mana harakatim deb qayta javob bersangiz, men o'qituvchi sifatida, siz esa meni o'quvchim sifatida qilgan, demak, topshirig'ingiz bo'ladi bu. Nima uchun aynan shu vazifa? Chunki biz video avvalda gaplashganimizdek, boshlab olish eng qiyin edi. Siz esa bitta gap yozganingizdan keyin miyaga signal bo'ladi. Ha? Malades. Boshladi bu bola shu ingliz tiliga jiddiy kirishyaptimi deyman-da. deb hayron qolib, keyin boshqa harakatlarni ham birin-ketin boshlaydi. Mana mashq qadamni tashlab olganingizdan keyin o'z keyingi qadamlaringiz boshlanishiga yordam beradigan narsa bu. Mana shunaqa mashqlar tashlanadigan, har xil demak sizga gapirish kun deydigan, yozish kun deydigan vazifalar beradigan kanalga ulanib olish bo'ladi. Va bu ham bo'lsa bizni Englify Telegram kanalimiz. U yerda ingliz tiliga oid bo'lgan har xil kontentlar, postlar va sizni gapirishga, yozishga, qayta javob berishga undaydigan topshiriqlar beriladi. Ha, shunday. Undan tashqari Telegram kanalimizda har hafta bepul, mutlaqo bepul jonli darslar ham bo'lib boradi. Dars bo'lishidan bir necha kun oldin mana shu mavzuda, mana shu sanada jonli dars bo'ladi degan post chiqadi. U yerda darslarni asosan men o'taman va u yerda eng kerakli, yo'g'li mavzularda gaplashamiz va siz ham bemalol muloqot qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Shuning uchun kanalni ko'rib, kuzatib boring. Telegram kanal qanaqa topamiz degan bo'lsangiz, video tafsirida havola bor, o'sha havolani ezing va shunday Telegramimizga o'tsangiz bo'ladi. Va biz davom etamiz. Va albatta YouTube kanalimizga ham agar obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, uyatda obuna bo'lib qo'ying hozir, chunki har haftada maksimal bitta video chiqarishga harakat qilamiz. Agar siz motivatsiya berib, izohlar yozib, go deb tursangiz, biz harakat qilamiz, yana ham ko'proq foydali va samarali videolar tayyorlashga urinamiz. O'z ustimizda ishlaymiz. Inglizlarda bir gap bor. Rim bir kunda qurilmagan. Ingliz tili ham xuddi shunday. Bir kunda o'rganiladigan qandaydir fan emas. Uni muntazamlik bilan vaqt doirasida bo'lib o'zingizga qiziq bo'lgan narsalar bilan birga miyaga bosim bermasdan qiziqarli yo'llarni topib,
maza qilib o'rganish kerak. Siz o'sha e'tibor qilmayotgan, nazar pisand qilmayotgan shu 10 minut, 15 minutingiz nima bilardi deyotgan bo'lsangiz, o'sha narsa 1 yil davomida agar qilinadigan bo'lsa, misli ko'rilmagan natijalarga olib kelishiga ishonavering. Chunki bu narsa amaliyotda shaxsan o'zimni o'quvchilarim bilan ko'rib kuzatib borayotgan tajribam hisoblanadi. Xullas shu gap, boyiga aytgan gapimni yozing. Savol: ingliz tilini nima uchun o'rganmoqchisiz? Nima uchun o'rganyapsiz? O'rgansangiz qanday imkoniyatlar paydo bo'ladi? Qanday eshiklar ochiladi? Shularga ingliz tilida javob yozishga harakat qiling. Ideal bo'lishi shart emas, xato qilsa ham bo'laveradi. Afsus va nadomatlar bo'lsinkim, bugungi videomiz ham o'z yakunini topmoqda. Siz esa bu videoga like bosing, agar yoqqan bo'lsa, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga ham jo'natib qo'ying. Aytgancha, videomizda sizga nimalar yoqyapti? Qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor beraylik, grammatikaga ko'proq ma'lumotlar qo'shaylikmi yoki qaysi ko'nikmalar ustida ma'lumot beraylik, qanday mavzularda video tayyorlaylik. Shularni ham bemalol izohlarda yozib qo'ysanglar, har birini o'qib, har biriga javob berib va bularni inobatga olgan holatda video tayyorlashga ham harakat qilamiz. Thank you.